14-yanvarga qanaqa sovg'a kutyapsiz? Naski. Naski? Ha. Faqat naski olaman. Naski tursiga har doimgidek. Rejalashtirmadim hali hech narsa. Mashina xohlaymizda. iPhone 17 xohlayapman. Hozircha sarflash niyatim yo'q. $10,000. Malibu bo'lsa edi emasdi. Sovg'a ham arziydigan sovg'a bo'lishi kerak edi. 500 gacha norm. Undan o'tsa lekin bo'lmaydi. Sovg'a beradigan odamim yo'q. Men hech qanday sovg'a kutayotganim yo'qman. Menga qanaqadir sovg'ani qizig'i ham yo'q. Sarflamayman. 14-yanvarga necha pul sarflashni rejalashtiryapsizlar? Вроде sarflamayman. Kim bilmasa Mana sarflamayman. Maktab, universitet, kollektiv, o'rtoq, yo'q. 100 mi? 150. Necha kishiga? Bitta odamga. Bayramga. Bayramga Qancha rasxat ketadi? bilmadim. Odamga bo'lsak, ziyatda 200 ming ketsa kerak. 100 ming. Da. 14-yanvarga qanaqa sovg'a kutyapsiz? Sevishganlar kuni deydi bu, ha? Yo'q, Vatan himoyachilar erkaklar kuni. Oo. Endi menchi nimani kutaman? Asosiysi kutilmagan sovg'a. Sovg'a ham arziydigan sovg'a bo'lishi kerak deb o'ylayman. 600-700 ming ketsa kerak. Nechta kishiga? Dadamga, ukamga. Qizim yo'q. Ayni faqat qiz. Qizni olishadi. Hech narsa sovg'a kutmayapman. Sizcha? Naski tursiga har doimgidek. Mashina xohlaymizda. O'tgan yil nima sovg'a qilishgan? O'tgan yili soat sovg'a qilishgan. Yaqinimda bo'lganda birinchi dadamga, aka-ukalarimga qilgan bo'lardim. Bilmadim endi, berayotgan odamga bog'liq-da u. Nima xohlayapsiz? Nima xohlayapman? iPhone 17 xohlayapman. Beradigan odam bormi? Beradigan odam bor. Rahmonjovich. Hech qanday sovg'a kutganim yo'q hozircha. Sizcha? Hali o'ylab ko'rganimiz yo'q biz. O'ylab ko'ringmi? 14-yanvarga necha pul sarflashni rejalashtiryapsiz? Ой, mani yigitim yo'q, поэтому. Amal yigitga berilmaydi. Ну, odamlarga, akamlarga, наверное, там 400 ming, 500 ming atrofida bo'lsa kerak. O'zi yigitim yo'q-ku, kursdoshlarga podarka qilmoqchimiz, no примерно 100 ming, 150 ming atrofida. 14-yanvarga qanaqa sovg'a kutyapsiz? Onam qaytsin. Oyingiz qaytishini? Chet elda. Ha, chet elda. Ya bilmadim. O'ylab ko'rmadingizmi? Yo'q. Nima xohlayapsiz? Nima sovg'a qilishni xohlayapsiz? Bilmadim. Bu nima bu o'zi telekanal bunaqa qilmanglar. Instagram puli gap. Bilmadim men. Biron narsa odam kutmaydi-yu. Rejalashtirmadim hali hech narsa. Nechta odamga sovg'a berishingiz kerak bo'lsa? Kursdoshlar bor, ishxonadagilar bor, uydagilar. Meni qancha ketadi deb o'ylaysiz? 400, 500 atrofi ketadi. 500 mingmi yoki dollar? Ming? Da, dollar emas. 14-yanvarga qanaqa sovg'a kutyapsiz? Menmi shu oddiy atir, farqi yo'q, atir bo'lsa. Kimdan? O'zi sevgan qizimdan. Rahmonjovich. BMW M5 F90. Sovg'a xohlamayman. Endi berganini olamiz. Endi nima bersa olamiz endi. O'tgan yil nima sovg'a qilishgan? O'tgan yil naski. Siz 14-yanvarga necha pul sarflashni rejalashtiryapsiz? $10,000. 10 ming dollar? Kimga va nimaga? Xo'jayinim va 4 o'g'limga. Aniq summa yo'q. Hali o'ylab ham ko'rganim yo'q. No, uncha qimmat emas. Nechta kishiga? Ikkita. Rahmatjovich. Uchta odam ham bor. Tinchlik bo'lsin yurtimiz, shu bizga yurt tinch bo'lsin, farovon bo'lsin yurtimiz. Bu yilchi nima xohlayapsiz? Malibu bo'lsa edi emasdi. Malibu bo'lsa edi emasdi. 14-yanvar. Bilmadim, chata kursdoshlarga ketishi mumkin. Примерно hali aniq bo'lmadi. Taxminan shu 500 gacha norm. Undan o'tsa lekin bo'lmaydi. Men bilmasam, naski bo'lsa kerak, har doimgidek. O'tgan yil ham naski olganmiz. Adashmasam. Men hech qanday sovg'a kutayotganim yo'qman. Menga qanaqadir sovg'ani qizig'i ham yo'q. Men ota-onam o'zi menga borligi sovg'asi o'zi. Kutyapsiz qanaqa sovg'a? Sovg'a beradigan odam yo'q. Mana 14-yanvar. Nimalar olib berishni? Hozircha sarflash niyatim yo'q. 100-150 ming atrofida bo'lsa kerak. Qanaqa sovg'a bermoqchisiz? Bilmadim, plastik nimadir. Медицинский прибор. Медицинский прибор. Tibbiyot ishlayman. Telefon. Telefon. Men 14-yanvarga iPhone 7 Pro Max. Kimdan? Bitta kishidan. Bayramga. Nima kutayotgan ekan? 17 Pro Max. 1000 so'm. Меня нету парня. Sarflamayman. Bitta farzandman-da, akam, ukam yo'q, yigitim yo'q. Sarflamayman. Shu 500-600 akamdagi. 4-yanvarga bilmadim endi qanaqa sovg'a bo'lsa ham xursand bo'lamiz. Muhim e'tibor.
O'zimga kerakli narsa bo'lsa xursand bo'lardim. O'tgan yil nima sovg'a olgansiz? O'tgan yil kitob olganman, juda ham yaxshi kitob, tugatganman u kitobni. O'sha kitob endi o'zimga kerakli bo'lgan narsalar muhim e'tibor deb o'ylayman. Sovg'a qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Odamiga qarab, kimga qarab? Yaqinlarimga vro'di 200 mingcha bo'lsa kerak. 14-yanvarga sovg'a beradigan odamim yo'q. Taxminan 500 ming, 600 ming. Shu mashinamni shu rohatni radarlarim to'laverishsin. Bilmadim endi. Naski. Naski. O'tgan yil nima sovg'a qilishgan? O'tgan yil esimda yo'q to'g'risi. Ну, наверное, где-то 500, может, 400. 14-yanvarga to'g'risini aytsam, xo'jayinim uzoqdalar. Endi rasxod o'ylaganim yo'q chunki O'tgan yil nima sovg'a berishgan? O'tgan yili nakal berishdi. Hech qanaqa sovg'a kutmayapman hech kimdan. 14-yanvarga qanaqa sovg'a olishni xohlayapsizlar? iPhone 5. iPhone 5. Sizchi? Mashina. Mashina kimdan? Oyimdan. Oyingizdan kutyapsiz. Kimdan kutyapsiz? Bilmadim, qizimdan bo'laveradi. 14-yanvarga necha pul sarflamoqchisiz? Planlashtiryapsiz. Ko'ramiz endi, sovg'aga qarabda. Necha kishiga sovg'a berishingiz kerak? 3 kishiga. Hozircha unaqa rejalashtirganim yo'q. Ну, Qanchalar ketadi deb o'ylaysiz? где-то 500. 500 ming yoki dollar? 500 ming. 500 ming. Ha. Hech qanaqa. O'tgan yil nima sovg'a qilishgan? O'tgan yilimi? O'tgan yili akam telefon sovg'a qilgandi. Bu yil qanaqa sovg'a xohlayapsiz? Просто tabriklasa bo'ldi, yetadi. Kursdoshlarimga sarflashim mumkin. 100 ming. 400-500. 400-500 ming. Bilmadim. Nima olib bermoqchisiz? Boksmi, birorta? 14-yanvarga qanaqa sovg'a kutyapsiz? Naski. Naski? Ha. Faqat naski olaman. Kimga? Kursdosh kollektiv, sinfdosh. Yo'q, faqat bizni universitetda ham faqat qizlar bola. 14-yanvarga qanaqa sovg'a kutyapsiz? Hech qanaqa sovg'a kutganim yo'q. O'tgan yil nima sovg'a qilishgan? Esimda yo'q. 14-yanvarga necha pul sarflashni rejalashtiryapsiz? Hech qancha. Nima bermoqchisiz? Hech narsa bermoqchiman. Hech kimga. Hech kimga. 14-yanvarga bayram, kechki xotirjamlikni sog'ib qilyapman. 14-yanvarga necha pul sarflashni rejalashtiryapsiz? $500. 500 dollar? Necha kishiga? Bitta yigitimga. Sal qiziq savol bo'ldi. Sovg'a kutmayman lekin. O'tgan yil nima sovg'a qilishgan? Qizim yo'q, men sovg'a qilishmagan umuman. Где-то 250-300 ming atrofida. Nechta odamga? Odamga ikki to'kamga. Bir qimmatroq endi soatni bergan narsasida endi. Ha, shu bergan narsasi. 14-yanvarga qanaqa sovg'a xohlayapsiz, kutyapsiz? 14-yanvarga biz maktabda o'qiymiz, maktabimizda ruxsat bermaydi. 14-yanvarga qanaqa sovg'a kutyapsiz? 13 Pro Max. 13 Pro Max. 17 Pro Max. Hozir o'zi boksga chiqib ketdi-ku. Bokslar? Ha. Bersa? Telefon kutamiz, telefon. Telefon. Qanaqa telefon? 16. 16 Pro Max. Ha. Men pulim yo'q. Bilmadim endi. Kutadigan odamlarim ko'p. Hammalari har xil sovg'a berishadi.